Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchilar. Biz Qo'qon shahri Uchko'prik tuman Boboshbek bozoridamiz. Bu bozor chorshanba, yakshanba kuni ertalab 5 dan kunduzi 9-10 gacha bo'lyapti. Hozir sizlarga hech qayerda yo'q narxlarni ko'rsatib o'taman. Qanchadan bularimiz? 3000 so'm. 3000 so'mdan do'stlar. Ko'raverasizlar. Rasvetkasi ham 20-30 xil. Necha yoshga tushadi? 3-4 yoshga. 3-4 yoshga tushaveradi. Vodoroskalar 5000 so'm. Buları 5000 so'mdan necha yoshga tushadi? 6 yoshga ham tushadi. 6 yoshgacha ham tushaverar ekan mana. 5000 diyor. 5000 so'mdan 3 yoshgacha tushaveradi. Bu rasvetkalarmi? Aha. Rasvetkalar ekan. O'ta ko'p. Ha, bittasi rasvetka bor 10 xildan do'stlar. Nomeri necha aka? 91lik 141 141 0196. 0196 do'stlar. Shortilar ham chiqishni boshlaydi. Shortilar zaxira bo'lyapti. Zaxira bo'lyapti. Shortilar ham chiqishni boshlaydi. U qanchadan bo'ladi? 2000 so'm. 2000 so'mdan shortilar chiqadi do'stlar. Futbolkalar chiqadi. O'sha 2-3 yoshga futbolkalar 2000 so'mdan. Mana shuni shortilari chiqadi do'stlar. Ve mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlar bor. 2000 so'mlik shortilar ham chiqishni boshlagan, zaxira qilishyapti do'stlar. Olmoqchi bo'lsalaring Telegramda uni ham tashlab beradi tayyorini. Bemalol zakasini uraverasizlar do'stlar. Kamidan bitta viloyat olsalaring 12 viloyatga dastlabki xizmatlar bor.